Oriental universiteti jamoasi Qurbon hayiti bilan barcha yurtdoshlarimizni tabriklaydi. Keling, ustozlarimiz va talabalarimizga bayramga doir savollar beramiz. Hayit bayramida kimlarni tabriklamoqchisiz? Ota-onamni, oilamni, yaqinlarim, do'stlarim. Albatta uydagilarni, otamni, onamni, buvim, opam, shunaqa ham. Hayit bayrami bilan barcha shu universitet xodimlarini, ish faoliyat olib borayotgan hamma yigitlarimiz, qizlarimiz, ustozlarimizni tabriklayman. Ularga omad va zafarlar tilab qolaman. Birinchi o'rinda ota-onamni. Hayit bayramida barcha musulmonlarni, hamma talabalarimizni, ustozlarimizni, rahbariyatimizni, hammani tabriklaymiz. Hayit bayrami sizga ko'proq nimalarni eslatadi? Hayit bayrami pullarim ko'p bo'lishini, xayrlilar olishimni. Hayit bayrami endi bizani o'zimiz urf-odatlarimiz, shu an'analarimizni ko'proq eslatadi va o'tmish. To'g'risi yoshligimni eslatadi, chunki bizni viloyatda osh tashrigi bor. Adam olib keladigan xo'roz qandda. Shirinliklar bor o'shalar. Hayit bayramida mazza qilib yeydigan ovqatingiz qaysi ustoz? Uyda pishirilgan ovqatda eng zo'ri maza qilib yeydigan nima pishirilgan bo'lsa? Конечно, osh. Osh bo'ladi, boshqa nima bo'ladi? Taomlardan osh bo'lsa, shirinliklardan chakchak va bo'g'irsoq. Manta. Sizningcha hayit bayrami uchun eng yaxshi sovg'a bu nima? Menimcha hayit bayrami uchun eng yaxshi sovg'a bu e'tibor. Qurbonlik tuhasi go'sht, non. Pul. Shu o'zimizga kichkinaligimizda sovg'a qilishadigan xo'roz qandlar yoki har xil shu o'yinchoqlar, boshqa narsalar endi uydagi kattalarimiz uchun o'zimiz biladigan, esda qoladigan sovg'alar. E'tibor, mehr bo'lsa kerak. Kitob bo'lsa kerak. Kitob yaxshi sovg'a. Kelayotgan hayit ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Bu sovg'amiz sizga. Rahmat, charchamang. Xo'p. Mana bu sovg'amiz ham sizga. Bu sovg'ani men bu hayitda eng muhim sovg'a deb bilaman va sizlarga ham shunaqangi viktorinalarda ishtirok etishinglarni xohlayman.